Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Zarafshon mahallada joylashgan Hashtalar ko'chasi 8-mart ko'chasida joylashgan ushbu orqamizdagi yerimiz sotiladi. Yerimiz haqidagi ma'lumotni video davomida sizlarga tushuntirib o'taman. Qani ketdik. Aziz obunachilar, yerimizga ham kirib oldik. Yerimizning o'rtasiga 9 moshin tuproq to'kilgan ekan. Oldi qatorda kadastr uchun 2 xonali uy ham qurilgan ekan. Yerimizda sotig'i 8 sotiq ekan aziz obunachilar. Yerimizda akamiz 26 ming deyapti ekan. Kelishtirib beradi. Yerimiz eniga 20 metr, bo'yiga 40 metr ekan akalar. Bemalol akaga aloqaga chiqib, yerimiz haqidagi ma'lumotlarni bilib, gaplashib o'zlaringiz bemalol savdo qilasiz. Yonimizda turgan mana konteyner ham sotuvga qo'yilibdi ekan. U ham akaniki ekan. Bemalol aka bilan gaplashasizlar uni ham. Yerimizda mana gaz svetdan umuman yo'q, gaz turbasi ham o'tgan. Kadastr hujjatlarida, yerimizda hamma hujjatlarda muammosi yo'q. Aka hammasini to'g'rilab qo'ygan. Bemalol pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Hammaga rahmat. Aka obuna olibsan? Aka obunachilarimiz tomonidan kelsa kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beramiz. Biz tomonidan borsalaringiz akamiz bemalol kelishtirib berar ekan. Hammaga rahmat.